Assalomu alaykum akalar, tuzimsizlar, yaxshimisizlar? Akalar, to'rtta jo'ja onasi bilan sotiladi. Oddiy o'zimiz hashaki, o'zini bolalari ekan. Narxi 250 ming so'm, ozgina o't beramiz. Bunaqa ko'p emas, hozirroq o't beramiz. O'shanga qarab telefon qilaverasizlar. Mana istaganlar bo'lsa. Buni o'zimiz olgandik. Buni boshqa jo'ja inkubatorga bostirdik, tuxum bostirdik. Shuni qo'shib yetalatmoqchi edim. Cho'qidi. Xullas qo'shmadi boshqa bolani, o'zinikini taniydigan. Keyin hozir endi bu bizga kerak emas, oshishi. Agar istaganlar bo'lsa, oyog'ida paypoqlar bor ekan jo'jalarning nomiga. Lekin onasida oyog'ida yo'q ekan. Xullas xo'rozda bo'lsa kerak. Aytdim, yaqinda olgandim. Balki mana ona tog'da jasadlari yaxshi katta. Chiroyli ekan. Bu tez kurki bo'ladigandan-da, keyingi yilga ham misol kurki kerak bo'lsa, tezda kurki bo'ladi. Istaganlar bo'lsa telefon nomerimni yozib qo'yaman, aloqa so'rasizlar. Asakalar. Xohlasanglar kelib ketinglar. Yaqinroq bo'lsa dastavkasi pulli qilib beraveramiz dastavkasini. Suvlarni qo'yib berdim, drabilka yeb yurishdi.